Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Sherqiy Türkistandagi majburiy emgak haqida ko'plagan uchurlar ma'lum bo'layotgan bo'lsa-mu, bularning Xitoyning navbatdagi turli siyosiy tadbirlar bilan qaysi darajada bog'lanishliq ekanligi, shuningdek buning Uyg'urlarning kelgusi uchun nimalardan bishorat beradiganligi haqida bir sistemali xulosa chiqarilmagan. Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zenizning 2 mart kuni James Town fondining tor betida e'lon qilgan maxsus doklati bu bo'shliqni to'ldirib, amaliy masalalar yana bir qatim jiddiy holda har sohaning diqqatini qo'zg'adi. Doklatda oldi bilan yaqinqi mazgillarda tarqatilgan Xitoy hukumatining rasmiy va g'ayri-rasmiy hujjatlari asosida Sherqiy Türkistandagi majburiy emgakning mohiyati hamda necha 10 minglagan Uyg'ur yoshlarining o'shiqchi emgak kuchlarini ishga o'rnatishtirish, namratlikdan qutuldirish degandek nomlarda har qaysi rayonlarga o'tkazishning Xitoy davlati sistemini qalda ijro qilayotgan davlat siyosati ekanligini alohida ta'kidlagan. Bo'libmi Xitoy hukumatining bu usulda Uyg'urlarni o'z yurtidan ko'chirib chiqish orqali osmolasiya qilishga texnik keng yo'l ichish hamda Uyg'ur nupusining umumiy zichlıq nisbatini to'valtishga urinayotganligi tafsiliy sharhlangan. Doklad ko'rsatilishicha Xitoy hukumatining Sherqiy Türkistandagi majburiy emgak hamda emgak kuchini majburiy o'tkazish tadbirlari asosan Xitoy hukumati bevosita orqa-tarak bo'layotgan ikki turli manbani asos qilmoqda ekan. Buning biri Sherqiy Türkistandagi g'oyat zo'r ko'lamli tutqun va siyosiy bostirish jarayonida necha millionlab lagerlar qamalgan tutqunlar atalmish o'qish bitirish o'lchamiga yetganda, ya'ni ulardagi atalmish asabiylik ideyalari tugaganda oilasiga yoki jamiyatga qaytarilmasdan shu lagerlarga yiroq bo'lmagan joylardagi zavodlarga ishchilik o'tkazmoqda ekan. Yana bir bo'lsa atalmish o'shiqchi emgak kuchi deb atalayotgan dehqon yoshlarni paxta terish degandek pasillik emgaklarga selish hamda g'oyat zo'r ko'lamda Xitoy o'lkalariga o'tkazib zavodlarda arzon baholiq emgak kuchi qilib ishlatish ekan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumati g'oyat zo'r moddiy kuch sarf qilish badalga Xinjiangda hech qanday majburiy emgak hodisi mavjud emas degan mazmunda ko'plab tashviqot urush qo'zg'amoqda. Mong'an ishsiz dehqon yoshlari Xitoy hukumatining atalmish kasbiy tarbiyalashga, xizmatga tizimlash degandek nomlarda ishga o'rlashtirilgan bo'lsa-mu, bularning hammasi amaliyotda ashu yoshlarning irodasiga xilof holda majburlash orqali ishga oshmoqda ekan. Mazkur dokladda Xalqaro emgak tashkilotining nizomnomasidagi belgilamalar asosida Uyg'ur dehqon yoshlarining o'zlari xohlamagan ahvolda Xitoy zavodlarida ishlashga majburlanishi, buni rad qilganlarning lagerga qamalishdek turli jazolarga mahkum bo'ladiganligi deganlarning amaliyotda majburiy emgakni shakllantiradiganligi to'liq aks ettirilgan. Xitoy hukumatining bu vaqtdagi aloqador hujjatlari dal mushxil emgak o'rlashtirishga bo'ysunmaganlarning jazolanadiganligi haqidagi ko'plagan moddalarni o'z ichiga oladi ekan. Shu sababdan 2017-yili Uyg'ur dehqonlari orasidagi ra'y sanashda dehqon yoshlarning bu xildagi yo'tkab ishga o'rlashtirishga nisbatan qat'iy xohlamaslikdek umumiy pozitsiyasi 2020-yilga kelganda hammalarning eng cho'ng orzusi shaklda o'tirib chiqqan. Abdur bu qitimqi dokladda alohida foydalangan bir muhim hujjat Xotin rayonidagi Uyg'ur emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rlashtirish hamda namratlikdan qutuldirish haqidagi xizmat doklati bo'lib, buni Xitoyning Nanjing universiteti qaramog'idagi iqtisod tadqiqot markazi 2020-yilda tayyorlab chiqqan ekan. Ammo bu doklad to'g'ri e'lon qilinib uzun o'tmayli o'chirib etilgan. Nanjing universitetining bu dokladida ko'rsatilishicha, navbatdagi Uyg'urlarni zo'r ko'lamda yo'tkab ishga o'rlashtirish atalmish shirkatlarning emgak tannarxini to'valtishdagi eng unumli usuli deb sharhlangan. Yani kelib uningdagi Uyg'urlarning yillardan buyon planliq tug'utga bo'ysunmaganligi, oxirida ko'plagan eshinchi emgak kuchlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Bu o'shiqchi emgak kuchlari bo'lsa navbatdagi ijtimoiy tartibning muqimligi uchun zo'r tahdid paydo qiladi. Shunga buni xalqaro bak taqdug qilib yurmasdan tezdan ijro qilish lozim degan qurlar Xitoy hukumatining navbatdagi Uyg'ur yoshlarini Xitoy o'lkalariga o'tkazib ishga o'rlashtirish harakatining haqiqiy maqsadini ifodalab bergan. Xitoy hukumatining 220 mingdan ortiq Uyg'ur yoshlarini g'oyat zo'r ko'lamda Xitoy o'lkalariga o'tkazib ishga o'rlashtirish bilan birga 2022-yilga borganda oz deganda 300 ming Xitoy ko'chmәnni Janubiy Xinjiangga yerlashtirish, shu orqali nopus sifatini yaxshilash lozim degan ko'rsatmasi Xitoy hukumatining Uyg'ur nopusini shalang'itish o'rinishini oshkor tashviq qilgan. Abdur mushahvallarga asosan navbatda oz deganda 1,600,000 dehqon nopusi atalmish o'shiqchi emgak kuchlari degan nomda majburiy yo'tkalish xavfiga duch kelmoqda deb ko'rsatgan. Abdur mushu ahvollarni tafsiliy analiz qilib chiqqandan keyin yo'tkab ishga o'rlashtirish, tug'utni cheklash va lagerlarga qamash mohiyatda bir-biriga chetishliq 3 bo'lin hosil qilgan holda Xitoy hukumatining Sherqiy Turkistondagi ijtimoiy qayta qurib chiqish qurilishini amalga oshirishga xizmat qiladi. Shuning bilan birga bu hodisa Xitoy hukumatining madaniyat qirg'inchiligi va nopus qirg'inchiligining ayrilmas tarkibiy qismi. Texmi muhimi mushuning o'zi Xitoy hukumatining yana bir insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi deb xulosa chiqargan. James Town fondi 70 sifatlik mazkur dokladni e'lon qilgandan keyin har qaysi sohaning kuchli diqqatini qo'zg'agan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Amerika Tashqi ishlar ministrligi hamda Amerika hukumatining Sherqiy Türkistandagi majburiy emgakni eng muhim va andishilik masalalar qatorida qaraydiganligini bildirdi. Shuningdek mazkur dokladda alohida ta'kidlangan hamda navbatdagi g'oyat zo'r ta'minot zanjirining
bir tarkibiy qism bo'layotgan Uyg'urlarning majburiy emgak selinishiga qarata Amerika hukumatining har qaysi savdo shirkatlarini izchil Xitoy bilan bo'lgan savdo ishlarida munosabatlik ta'minot zanjirini tekshirishga da'vat qilib kelayotganligini, shu orqali bu xil qabih zulmlarga sherik bo'lib qolmasligini tavsiya qilayotganligini bildirib, 2 mart kuni Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birlikka Uyg'urlarning Xitoyning ichki o'lkalarga qo'l ishchi qilib yo'tkilishga munosabatlik yangi isbot haqida bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan ba'zi davlatlarning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni qonun bo'yicha tekshirishga chaqirgan. Shuning bilan bir vaqtda mol ta'minlash liniyasini Uyg'urlarni qo'l ishchi qiladigan zavodlardan yiroqlashtirishni talab qilgan. Qirg'izistonda 3 mart kuni dövlət bayrıqı bayrami munosabati bilan mamlakat miqyosida tabriklash marosimlari o'tkazildi. Dövlət marshini o'qish bilan boshlangan marosimda Bishkekning vaqtliq shahar boshlig'i Baktebek Kodaybergenov so'z qilib, parlament 29 yil ilgari, ya'ni 1992-yil 3 martda Qirg'iziston dövlət bayrog'ini ma'qullaganligini, bu bayroq mustaqil Qirg'izistonda tunji qatim 1992-yil 5 martda ko'kka javlan qildirilganligini, bayroqni Edil Aydarbekov, Bakbosun Jaychibekov, Sabir Iftaro, Josop Matiyo va Mehmetbek Sidiqov qatorliq zotlar tayyorlaganligini, dövlət bayrıqı bayrami bo'lsa 2010-yildan e'tiboran rasmiy marosimlar bilan tabriklanib kelayotganligini bildirgan. Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda rasmiy ziyorati bo'layotgan prezident Sadir Japarov 3 mart dövlət bayrıqı bayrami munosabati bilan e'lon qilgan tabriknomasida qizil bayroqning davlatning mustaqilligi va erkinligiga simvol qilinganligini, shundaqla Qirg'izistonning ma'naviy qiymat qarashlari va tarixiy yo'lini aks ettirganligini, ajdodlarning an'analarini davomlashtirib, davlatning kelgusi uchun birli bayroq ostida ittifoqlashganligini ta'kidlab, xalqning dövlət bayrıqı bayramini tabriklagan. Qirg'izistonning bayrog'i qizil ranglik bo'lib, o'rtada 40 nurliq seriq quyosh va quyoshning ichida qirg'izlarga nisbatan intayin ma'nilik hisoblanadigan chedirning to'risi, tunduk deganni bildiradigan naqshdan tarkib topadi. Djibutidagi odam ətkəsçiləri tərəfindən dengizə tashlangan 80 köçmənnin kam deganda 20 hayotdan ayrildi. Xalqaro Köçmənlər Təşkilatı Sherqiy Afrika və Afrika Ming'öylirining rayonluq direktori Muhammad Abdikar Twitterda e'lon qilgan bayonotida, Yamanga boradigan bir ئەتكەسچىلىك پاراخوتتىدىن dengizga tashib etilgan 80 köçmənnin kam deganda 20 kishining Djibutining Obx dengiz qirg'og'ida qazo qilganligini, necha minglagan afrikalik yoshning Yaman orqali Paris qo'ltiqi davlatlarga berishga tirishayotganligini eskartib, buning yaqinqi 6 oy ichida yuz bergan 3-chi qitimliq fojia ekanligini va hozirgacha 70 dan ortiq odamning qazo qilganligini bildirgan. Amallik xodimlaridan qo'rqqan odam ئەتكەسچىلىرى ba'zida qachish uchun ko'chmanlarni pat-pat dengizga tashib etishdek fojialarni sodir qilmoqda ekan. 2000 yilga yaqin tarixga deb qaralayotgan Uyghur Ming'öyliri yolg'iz ajdodlarimizning ishlab chiqarish, turmush, san'at, e'tiqod va ideologiyasining bir butun tarixini o'zida gavdalantirgan bebaho tabarruk bo'lib qolmay, yana qadimki Uyghur binokorlik san'atining alohidaliklarini o'zida hozirlagan bir butun san'at xazinasidir. Budda Ming'öyliri joylashgan o'rni qizilish shakli va naqsh bezakchilik jihatdan o'ziga xos alohidaliklarga ega bo'lib, bundoq o'zgacha me'morchilik shaklini dunyoda eng burun ajdodlarimiz ijod qilgan ham izchil qo'llanib kelgan. Daryo iqin bo'ylari Ming'öy san'atini vujudga keltirishning muhim moddiy asos qilingan. Masalan, Kusan Ming'öyliri ichidagi eng muhim o'rinda turadigan Qizil Ming'öyi qish-yoz suv o'ksimaydigan Qizil Muz'at daryosining bo'yidagi tog'ga joylashgan. Qumtira Ming'öyi O'gan daryosi boshlanadigan tog' jilg'asiga, Mazorbog' Ming'öyi Kuchar daryosi bo'yiga, Qizilqog'i Ming'öyi Kuchar noyasining g'arbiy shimolidagi tog' jilg'asini bo'ylab g'arbiy va sharqiy qirg'oqlar qizilgan. Demak, ajdodlarimiz Ming'öylarni qizish, bezash, Ming'öylarda istiqomat qilish, Budda nomlarini mutolaa qilish, Budda saylasi o'tkazish qatorliq Budda faoliyatlarining hammasida xilvat joylarni tanlash bilan birga suvdan iborat hayotlik manbasining kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim rolini to'liq to'nib yetgan. Ajdodlarimiz nihoyatda burunlar yer shakli, quyosh nurining tushish ahvoli, iqlimi qatorliq alohidliklardan boshqa yana suvga yaqin bo'lish alohidligini muhim o'rin qo'ygan. Bunda alohidalik yolg'iz Kusan tosh kemirlarga emas, balki butkul Uyg'ur rayonidagi Ming'öylar uchun o'rtaq alohidalik hisoblandi. Masalan, To'g'roq iqin bo'yiga joylashgan To'qson noyasidagi To'g'roq iqin Ming'öyi, Pichan noyasining g'arbiy janubidagi Tuyuq jilg'asining ikki tarafiga joylashgan Tuyuq Ming'öyi, Atu shahrining ustun Atush yezi Chaqmoq daryosi bo'yidagi tog' etikiga joylashgan Uchtuchlik o'nkir qatorliqlar. Mashhur ekspeditsiyachi Stein o'zining Xotanda yapagan tekshirish xotirasida Gumat Qaraqash daryosining koni nomi, Gumat ibodatxonasining o'rni bu daryoning sharqidagi tog'da bo'lishi mumkin. Hozirmi bu tog'da Ming'öylar saqlanmoqda deb yozadi. Umuman Ming'öylarning ko'p qismi xilvat, manzaralik joylardagi tog' qoptallari qazilgandan boshqa, yana bir qismi kesak va to'p toshlardan qo'pirib yasalgan. Masalan, Turpondagi bezakli Ming'öyga o'xshash Uyg'ur Ming'öyliri kichik tipdagi jasad guli munorchalari, tosh kemir ehromlari, Budda haykallari qo'yilgan supalar va takchilardan tashkil topgan.
istiqomat uylari, rohiblarning yotoq uylari, etikobxonalar, kishilarning o'g'inish uylari qatorliqlardan tarkib topgan. Bundaq kemirlarda tom töviga o'rin, to'shak supisi, etikob o'rni, yon o'choq va qaznaqlar o'yib chiqarilgan. Ming'öylab binokorlik qurilma shakli jihatdan ikki cho'ng turga ayriladi. Uning biri choyti deb atalgan hujurlar bo'lib, bunda hujurlarda to'rik qazganda qoldirib qo'yilgan tabiiy to'rik bo'ladi. To'riklarning atrofida chiroyli ayvonlar bo'lib, ibodat qilish uchun ishlatilgan. Yana biri vihara deb atalgan hujurlar bo'lib, ularning o'rtasida to'rik yo'q. Ba'zilari so'zinchoq, ba'zilari chos shaklda yasalgan. Ular asosan darsxona, etikobxona va hujur qilingan. Binokorlik san'ati doirasida aytganda, ming'öylarning ba'zilari so'zinchoq shaklda, ba'zilari to'rt burchak yoki yumaloq gumbaz shaklda va yoki qafas shaklda qizib yasalgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.